Ba'zi futbolchilar tarix yozadi, ammo ba'zilari tarixning o'ziga aylanadi. 20 yildan ortiq vaqt bir mamlakatning orzularini yelkasida ko'tarib yurdi. Mag'lub bo'ldi, yig'ladi, tanqid qilindi, lekin hech qachon Portugaliya gerbini tark etmadi. Har safar maydonga tushganda millionlab portugaliyaliklarning umidini o'zi bilan olib chiqdi. Bugun esa balki oxirgi marta shu libosda maydonga tushayotgandir. Ey Portugaliya futbolchilari, natija uchun emas, pul uchun emas, shon-shuhrat uchun ham emas. Bugun faqat bitta inson uchun o'ynang. Bir paytlar u sizlarning barchangizni, orzularingizni himoya qilgan edi. Endi esa uning orzularini siz himoya qiling. Shunday o'ynangki, final hushdagi chalinganda u ko'z yosh bilan emas, yuzida tabassum bilan maydonni tark etsin. Chunki ba'zi insonlar futbolni shunchaki o'ynamaydi. Ular butun bir xalqning xotirasida aylanadi. Yillar o'tadi, kuboklar unutiladi, hisoblar ham unutiladi, lekin bitta narsa hech qachon unutilmaydi. Cristiano Ronaldo Portugaliya uchun hamma narsasini berdi. Bugun esa Portugaliya Cristiano uchun hamma narsasini bersin.